Assalomu alaykum hammaga. 10X mashinasiga zararni ko'tarishni sizlarga ko'rsatib o'tamiz bu video orqali. Mana auto apparatimiz ulangan, OBD joylariga ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh. Avto определение qilamiz. Ya'ni VIN kod orqali avtomatik mashinani topishga komanda beramiz. Mana topdi. GM avtonomная diagnostika. Bizga saqlanib qilish kerak emas. Mana VINni topdi. OK qilamiz. 10X mana topdi. 1.2 motor. Ha, dedati. Indikator. AZga qo'yamiz radioga. OK. Mashinamiz ma'lumotlarni topdi. Avtomatik skanerlar bizga kerak emas, chunki mashinada kamchilik yo'q. Blok управлениеga kiramiz. Blok управление tak. Kodni ispravnosti bilan ham kerak emas bizga. Aktivniy testga kiramiz. Уставка regulator generator. Bosamiz. Продолжить. Двигатель должен работать. Mashina yoniq holatda turishi kerak. Mana mashinamiz yongan. Продолжить qilamiz. Zaradini ko'rishlaringiz mumkin. 12 volt zarad beryapti uni. Mashina yoniq holatida akkumulyator zamena bo'ldi уже mashinamizda hozir. 1 yilga bormasdan akkumulyator ketgan. Увеличить qilamiz. Xo'sh, birinchisida qabul qilmaydi. Yana kiramiz. Продолжить. Увеличить. Mana уже 12638 уставка regulator paydo bo'ldi. Yana bitta увеличить qilamiz. 15446 zarad ko'tarishni boshladi уже. 12.9 bo'ldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yana увеличить qilamiz. Mana yana ko'tardi. Mana shu ko'rsatkich 23872 bo'lishi kerak. GM uchun normal zaryad berish, 10X trekalar normal zaryad beradigan tochkasi mana shu hisoblanadi. Xo'sh, mana yana увеличить qilamiz. 23872 mana. Komanda установить контрольный точка regulator generatori 14.3 volt zaryad beryapti. Mana shu holat normal hisoblanadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Tamom, ishimiz bitdi. Bu holat qachon xizmat